Sotuvimizda Kia K5 GT Line Plus eng full pozitsiyasi mashinamiz yili 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, mashinani obzor qilib beraman. Kia K5 ishqibozlari uchun olamiz sotamiz kanalimizga zo'rini olib kelib qo'ydik. Mashinamiz GT Line Plus, ya'ni eng full oddiy GT Line bilan yanishtirmaysizlar buni. Kraskalari top-toza. 2022-yil panoramalarini ochilishini ko'ryapsizlar. Juda ham go'zal ishlagan dizaynni. Mazax haydaydigan mashina. Mashinada yo'q funksiyani o'zi yo'q. Слепой zona, бесключевой достуp, память сидения, электронное сиденье управления, cruise control, climate control, auto hold. Tak, mana 77.000 km yurgan smart, eco, comfort, sport rejimlarigacha bor. Olib mazax haydaysiz. Mana panoramalarni ko'ryapsizlar. Abduf, Abagrev, mana bu yoqdan bu yoq taraf sideniyani ham boshqarsa bo'ladi. Xullas, inson uchun yaratilgan mashina. Orqa salon ko'rinishlari ham juda ham keng, maza haydaysiz. Abagrevlarigacha bor, shtorkalari bor, o'zini zavodskoy. Gazi bormi demaylar. Chunki bu o'zi eko rejimda 6 litr yeyapti. Sportga qo'ysanglar endi 11-12 ta yeyapti. Mashinamizning narxi $26.000 naqd nasiya trading xizmatlari bor.